odamlarni duxun olib qo'yadigan gilam qo'yib qo'yishar butun terida. Ilgari uncha odam o'ziga bu narsani pozolat qila olmagan. Sababi faqat boy, o'zini premium deb hisoblaydigan statusli odamlar uyini bir burchagiga butun teridan gilamni hashamatli joyiga mexki mebellarni dizaynersiz qilib qo'yib qo'yisha olgan. Bu narsani hamma ham o'ziga pozolat qila olmaganligi sabab topish qiyin bo'lgan, juda qimmat bo'lgan. Mana hozir narxi normalniy summada, o'ziga ko'pchilik pozolat qila oladigan summada bizda bor. Sizga ikki xil narsa taklif berilyapti. 7-8 yildan keyin rangi o'tib ketib, sifati o'zgarib qoladigan narsa haqida gapirilyapti yoki sizga butun teri haybatli, premiumligini bilintirib turadi, hashamatingiz borligini bilintirib turadi, fukusingiz borligini shunday aytib turadigan narsani haqida gap ketyapti. Hozir bu narsa unaqa qimmat topib bo'lmaydigan narsa emas. Bizga murojaat qilasiz, o'zingizga yoqqan bittasini tanlaysizda, bo'ldi. Bu narsa faqat sizda bo'ladi. Yagona nusxa bo'ladi. Tabiiy teri, tabiiylik hissi, vыбор o'zingizda.